3. Harakatlanish chapga. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va transport vositalariga shu kesishmada faqat chapga harakatlanishni buyuradi. Chapga burilishni buyuruvchi belgi orqaga qayrilib olishga ruxsat beradi, biroq o'ngga yoki to'g'riga harakatlanish qat'iyan taqiqlanadi. Belgilangan yo'nalishli transport vositalariga, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilarga bu belgining ta'siri yo'q. Yo'l belgisi qoidasini buzgan haydovchi eng kam oylik haqining 0,5 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 4.1.4 Harakatlanish to'g'riga yoki o'ngga. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va transport vositalariga shu kesishmada faqat to'g'riga yoki o'ngga harakatlanishni buyuradi. Chapga burilish yoki qayrilish taqiqlanadi. Ushbu qoidaga amal qilmaslik avariya holatini keltirib chiqarishi yoki kesishmada harakat tartibining buzilishiga olib kelishi mumkin. Belgilangan yo'nalishli transport vositalariga, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilarga bu belgining ta'siri yo'q. Yo'l belgisi qoidasini buzgan haydovchi eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi.